Assalomu alaykum barcha bizni olis yaqindan kuzatib borayotgan aziz obunachilarimiz. Sizlarga yana bir xonadonni remont ishlaridan lavha tayyorlashga qaror qildik. Xonadonimiz Sharsabz tumani Chorshamqo'rg'oni Kattanoq mahallasida joylashgan. Bu yerda remont ishlari endigina boshlandi. Shunga qaramasdan Rotmon Svog hamda MDF patolog hamda natijniy patolog ishlari bajarib bo'lindi. Azizlar, bu xonadonni barcha MDF ishlari hamda natijniy patolog ishlarini xonadon egalari bilan maslahatlashgan holda usta Xislat ukamizni ijodlaridan foydalanishga qaror qildik va u kishi bilan hamkorlikda har bir xonaga alohida fason tanladik va u kishi mana shu fasonlarni har bir xonaga biz xohlagandek amalga oshirib ro'yobga chiqarib berdilar. Bu uchun albatta katta minnatdorchilik bildirib qolamiz. Agar kimga mana shu patolog ustamizning ishlari ma'qul kelgan bo'lsa, albatta bir dona layk bilan ma'qullab qo'yasizlar. Yoki mana shunaqangi patolog xizmatlari kerak bo'ladigan insonlar bo'lsa, albatta ustamizning telefon raqamlarini qoldiraman. Bemalol telefon qilib aloqaga chiqib, u kishining xizmatlaridan foydalanishlaringiz mumkin bo'ladi. Bu katta mehmonxonamizning uzunligi 9.15 ga, eni 3.97, balandligi esa 285 dan iborat, ya'ni ozgina balandligi bizga yetishmagandi. Shunday bo'lsa ham harakat qilindi. Ixcham, ko'rkam moslashtirib qilindi patolog. Sizlarga qanday ko'rinyapti bilmadim. Mana kechki ko'rinishi, undan oldin kunduz ko'rinishini ko'rsatdik. Hozir ko'rib turgan ekranlaringizda bu ya'ni ayvon qismi bo'ladi shu xonadonni. Bu ayvon qismining uzunligi 11.25 ga, eni 280. Lekin balandligi ozroq o'yiga nisbatan baland edi, ya'ni 2.95 atrofida edi. Shuning uchun bizga balandligi ma'qul kelgan. Bu ayvon qismimizga ham albatta patolog o'zimiz tomonidan tanlangan. Qolaversa o'sha ayvon ustunlari deymizmi, shularning obshipkalari ham oq MDF dan obshipka qilingan. Albatta ustamizning ishlariga baho berasizlar degan umiddamiz. Fikrlaringizni o'z kommentariyamiz ochiq. Bemalol o'z fikrlaringizni bildirib qolishingiz mumkin. Boshda aytib o'tganimizdek, bu xonadonni remont ishlari endigina boshlandi. Hali oxiriga nihoyasiga yetgani yo'q. Shunday bo'lsa-da, mana shu usta Xislat ukamizning ishlaridan sizlarga ulashishni o'zimizga jazm qildik. Bu yerda albatta hali juda ko'plab mana eshiklar o'rnatildi. Hali eshiklarni obnalishliklari, ya'ni qoshlari qo'yilsiz turibdi. Ular ham albatta qo'yiladi. Keyingi xonamiz bu bolalar xonasi, yotoqxonasi. Bu bolalar yotoqxonamiz ya'ni 4.50 ga 3.20 razmeri bu xonamizni. Bu yerda natijniy patolog hamda korb qildik. Albatta bolalar yotoqxonasi kimdir natijniy patologni bolalarga moslab qiladi, lekin biz bolalarimiz tez ulg'ayadi, albatta shuni hisobga olgan holatda albatta bolalarimiz tomonidan tanlangan mana shu natijniy patologni qilishga jazm qildik. Yo'llar albatta galogendan iborat, lekin lyustra qo'ymadik halicha. Lyustrani remontdan keyin tanlab qo'yamiz albatta. Bu xonamiz ham ya'ni kichik mehmonxonamiz hisoblanadi. Bu kichik mehmonxonamizning razmeri 7 metrga, eni 3.50, balandligi ham 2.90 bo'lgan edi. Bu xonaga mana shu fasonni tanladik. Bu fasonimiz ham juda ajoyib chiqdi menimcha. Endi kimga yoqadi bilmadim. Agar sizga yoqqan bo'lsa, bir dona layk bilan qo'llab-quvvatlaysiz degan umiddamiz. Albatta ustamizning ishlariga baho berib, o'z fikrlaringizni bemalol kommentariyada yozishlaringiz mumkin. Mana bu esa albatta galogen podsvetkalarni qo'shgan holatdagi ko'rinishi. Bu yerda ham e'tibor qilgan bo'lsangiz, hali bironta xonaga lyustralarni ilganimiz yo'q. Keyingi xonamiz ota-onalar yotoqxonasi, razmeri 5.30 ga 3.20, balandligi 2.85 dan iborat edi. Bu yerda ham korb hamda natijniy patologdan foydalandik. Natijniy patologimizni albatta xonadon egalari tomonidan tanlandi. Bu natijniy patologlarimizga ham o'z fikrlaringizni bildirib qolasizlar degan umiddamiz. Usta Xislatning nomerlarini albatta qoldiramiz. Ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.